Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yumshoqqina shtrayzel bulochkasini tayyorlashni o'rgataman. Bismillah deb ishimizni boshladik. Tog'orachamizdagi 400 ml iliq sut, 1 osh qoshiq droji, 50 g margarin, 4 osh qoshiq shakar, 1 chimdim tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. 100 gcha un solamiz va yana ozgina aralashtiramiz. Bir chekkada bitta tuxumimiz qolib ketgan ekan, uni ham soldik va qolgan unni ham solamiz. Общий shunda 708 g un ketdi. Va yumshoqqina xamir qorib, uni tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamir tingungacha alohida idishga 6 osh qoshiq un, 50 g margarin va 2 osh qoshiq shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil qilib mana shunaqa shtrayzelni tayyorlab olamiz. Keyin tingan xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'lib olgan xamirlarimizni bir xil qilib, dumaloq qilib tindirishga qo'yib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, chiroyli qilib, dumaloq shakliga keltirib tindirib qo'yasizlar. Menda shunda общий 14 ta bulochka chiqdi va uni tindirib qo'yamiz ochiqcha yopib. Keyin mana shunaqa chiroyli qilib ochib, bir tekisda ichiga xohlagan turdagi murabbo ili jem solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Tugganimizda hamma yog'ini yaxshilab yopish kerak, chunki pastidan oqib ketishi mumkin. Dumaloq qilib, patnislarimizga chiroyli qilib terib olamiz. Ustiga tuxum surib, tayyorlab qo'ygan shtrayzellarimizni sepamiz va duxovkaga 180 gradusga pechga pishirishga jo'natamiz. Mana shiringina bulochkalarimiz, yumshoqqina bulochkalarimiz pishib chiqdi. Bulochkamiz issiqqina paytida kofe damlab mazza qilib yeb olishingiz mumkin. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Like va kommentariy kutib qolaman.